sohibi mazhablar musulmonlarni bo'lish uchun xizmat qilmagan. Ular jamlash uchun, musulmonlarning birdamligi uchun xizmat qilgan. Chunki ular bir oiladek yashagan. Imom Shofiy Imom Malikka shogird bo'lganlar. Imom Malik Imom Azamdan ba'zi masalalarni o'tkazganlar. Imom Shofiy Imom Azamning shogirdlari Imom Muhammadga shogird bo'lganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal Imom Azamning shogirdlari Abu Yusufga shogird bo'lganlar. Qarang, hammasi bitta oila bo'lgan ular. Ba'zi masalalarda, ba'zi juz'iy masalalarda ixtiloflari bor, lekin ular bitta oila bo'lgan. Bir-birini tanqid qilmagan. Bir-birini hurmat qilgan. Misol, Imom Shofiy rahmatullohi alayhi dedilar: "An-nasu kulluhum iyalun ila Abi Hanifata fil fiqh." Odamlar hammasi Abu Hanifaga fiqhda boqimanda dedilar. Boqimanda degani nima degani? Boqimanda degani qaram degan. Imom Azamga hamma faqihlar qaram dedilar. Boqimanda dedilar. Imom Shofiyning gaplari. Menga kelaversin demayaptilar. Imom Malikdan so'radilar: "Siz Imom Abu Hanifani ko'rgansizmi?" Imom Azam: "Ko'rganman" dedilar. "Qanaqa odam edi?" Agar mana shu ustun tilla desa, shunga ham hujjat keltirgan. Imom Malikdek zotning hurmatlari. Shu ustun hujjat desa, shunga ham ustun tilla desa, shunga ham hujjat keltirgan. Bu degan nima degani? Imom Azam hujjatsiz gapirmagan degan. Hurmat ana shunday bo'ldi. Imom Shofiy rahmatullohi alayhi ustozlari Muhammad ibn Hasan to'g'risida aytadilar. Muhammad ibn Hasan Imom Azamning shogirdlari. Muhammad ibn Hasandan bir tuya yuk bo'ladigan ilm oldim dedilar. Imom Azamning shogirdlaridan Imom Shofiy bir tuya yuk bo'ladigan ilm oldi. Men u kishiga hech narsa bermadim dedilar. Hurmat shunaqa bo'lgan. Bu to'rtta mazhabning o'rtasida hurmat shunaqa bo'ladi. Musulmonlarni ular biriktirgan. Imom Shofiy to'g'risida Imom Ahmad ibn Hanbal aytadilar. Qizlariga aytadilar: Imom Shofiyning yonboshlab yotishi otangning o'qigan namozlardan afzal dedilar. Ahmad ibn Hanbal qizlariga aytibdilar: Shofiyning yonboshlab yotishi otangning namozlaridan afzal dedilar. Ana shunday baho beryaptilar. Endi Imom Shofiy Imom Ahmad ibn Hanbalga baho beryaptilar. Dedilar: sizni Ahmad ibn Hanbal ziyorat qiladilar. Siz Ahmad ibn Hanbalni ziyorat qilasiz dedilar Shofiyga. Shofiy aytdilar: Ahmad ibn Hanbal meni ziyorat qilsa u kishining fazlidir. U kishining ulug'ligidir dedi. Meni ulug'ligimdan demayaptilar. Men u kishini ziyorat qilsam u kishining fazlidandir. U kishining ulug'ligidandir dedilar. Ikkala holatda ham u kishi ulug' deyaptilar. Meni ziyorat qilsa ham, men u kishini ziyorat qilsam ham. Ularning o'rtasidagi hurmat shunaqa bo'lgan. Mana bu haqiqatlarni bugun yaxshi anglab qo'yish kerak. Hammalari muhaddis bo'lgan.